shunaqa qilib ketavergan odam. Payg'ambar alayhisalom masjidga kiruvdi, qum ekan, hamma poyabzali bilan o'tiribdi. U ham kirib o'tirib, gapni eshitdi. Bo'lmay qoluvdi, borib burchakka bo'shab yubordi. Odamlarda jahli chiqdi. Deb turibdi, payg'ambar alayhisalom o'zinglar bosinglar dedi, to'xtanglar, tegmanglar dedi. Birodaringlarga dinini o'rgatinglar dedi. Hani narsani ustiga suv sepib qo'yinglar olib kelib dedi. Bo'ldi. Tozalab qo'yishdi, suv sepib qo'yishdi, bo'ldi. Mana shu odamlarga ham dinni o'rgatganda, mana shu odamlar ham dinni tushunib, dinda yetakchi odamlarga aylandi o'sha. Masjid ichiga choptirib qo'yadiganlar. Bugun nima deyapti desa, yo'q, sizlar dinni tushunmaysizlar o'zi. Bu gaplarni sizlar tushuna olmaysizlar. Bu din o'zi farishtalardagi, u sal farishtaga yetib qolgan odamlar tushunadi, boshqalar tushunmaydi. Shuning uchun dinni biz tushunamiz. Biz nima desak, siz qiladigan indamay qilib ketasiz. Bu dinda u medbratlar gapirmaydi. U doktor Nauglar gapirmaydi. U fiziklar gapirmaydi. U oshpazlar gapirmaydi. Dinda bizga o'xshagan diplomi bor xoinlar gapiradi. Va biz xoinlar nima desak, sizlar indamasdan taslim bo'lasizlar. Oyinglar peshananglarda chiqib ko'rinib tursa ham, ya oyini yig'ishtirib prezident qaror qildi, ertaga namoz o'qiymiz desa, Alloh muborak qilgan hayit kunida roza tutib, ertasiga namoz o'qiymiz. Ey, sen muftiy bo'lsang, oy turibdi-yu, meni ko'zim bor-u, bu his qiladigan narsa-yu, bu aqliy mehnat emas-u, oy ko'rish degan his qiladigan narsa. Uni eshitadi hamda kallasini tepaga ko'tarsalar, oyni ko'rib qoladi. Faqat tili yo'q, oy chiqibdi-yu deb olmaydi haligi eshak. U his orqali bilinadigan ishlar bo'ladi. Mana shu stakan qattiqmi, yumshoqmi desamda ushab ko'rib qattiq deysiz-da. Men o'qimaganman, men diplomim yo'q, buni qattiq yumshoqligini aytib bera olmayman demaysizda. His qilinadigan ishlar bor, uni his qilib baho beriladi. Suv qanaqa desa ichasiz. Muzday suv ekan deysiz. Meni diplomim yo'q, men Al-Azharni bitira olmay oxirida ikkita kursda qolib ketganman, bu suvni qanaqaligini diplom olgandan keyin aytib beraman demaysiz. Shunaqa oy chiqib qolgan bo'lsa, qara osmonga deysiz, oyni ko'radi. Qaysi oy? Oti nima shuni? Shavvol, bundan avvalgi oy Ramazon edi. Mana shu peshanamda ko'rinib turib, yarqirab turganda oti Shavvol.